alayda qo'lladik. Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchilar. Echil dasturning programmamiz yangi mazmunlar bilan sizlar bilan yana yuz ko'rishdi. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Bugungi bu maqolani ashxonamizda Nazgul ajab yolg'iz turdi-ku, yana bir mehmon yo'q-ku deb o'ylashinglar mumkin. Baxo'sa har biridan ikkidan yasaylik, ha? Buna 3 xil rangdan tarkib topgan cho'kimiz tayyor bo'ldi. Endi biz buni birozdan keyin to'nglatqiga silib, to'nglatgandan keyin andan uni haqiqiy uning ta'mini his qila olamiz. Endi ikkinchi xil cho'kimizni qanday etamiz? Bunun ketadigan xurishlarni men bayatdan sizlarga tanishib o'tdim. Oldi bilan sutni qo'yamiz. Andan buningga qaymoqni solamiz. Oxirida koko unidan 2 qo'shiq atrofida salsa qo'ygan. Obdan aralashtiramiz. Kichik o'tda, eng kichik o'tda tangshaymiz. Taxminan 3 minutlar atrofida buni obdan qizdirib, aralashtirib olamiz. Shu tapni o'zim shu koko unininki nayti mizligida kelyotdi. Endi o'tni o'chiramiz. Biz bayatdan tayyor qilib olgan mau shokolad. Shokoladni silib, shokoladning ustiga mana qo'yamiz. Biz bunun yana bir qo'shiq atrofida vanilla qo'yamiz yana. Xushbiroq o't suyuqligidan kichik bilan qo'yamiz. Texmo biroq bo'lish uchun. Hozir mana bizningki boyoqi shokoladimiz bu suyuqlik bilan birlashib, aytimizlik bir qiyam tayyor bo'ldi. Endi buni ozroq so'yitib olgandan keyin biz bayatdan cho'kimiz qilpimizga qo'yamiz. Qadrli ko'ruvchilar, ko'rayotganlar, Echil dasturning programmasi Tomuz issiqlarda hammalarga yaxshi hamroh bo'ladigan cho'kimiz qaturishdan ko'pchilikni xabardor qilyapmiz. Albatta, sizlarning bilan tanishlar qilishni umid qilamiz. Chunki biz oilamizda xilma-xil shirin ta'mli meva-jo'larni yeyishdan sirt yana mana shunda sovuq ichimlik ham, sovuq yemeklarga iltijo qilib qolamiz. Shunlashqa mana shu issiq kunlarda sirtdan ham cho'kimiz setib yeyishning o'rni yo'q. Oilangizdami o'zingiz qila olasiz. Men bilan birlikda mashg'ulot qiling. Biz bayatdan tayyor qilib olgan shokolad qiyamimiz mana hozir so'yib xili. Biz yetmoqchi bo'lgan nishonga yetdik. Endi bunimi telpimizga qo'yamiz. Qadrli ko'ruvchilar, shokolad qiyamidan tayyorlangan cho'kimizningki materialimi hozir tayyorlanib mana cho'kimiz telpimizga qo'yib bo'ldik. Endi buni og'zini yopamiz. Bunday bo'lsa biz buni to'nglatqiga silib etdik. Taxminan 3-4 soat atrofida bitib chiqishi mumkin, ha? Qadrli ko'ruvchilar, mana biz tayyorlamoqchi bo'lgan cho'kimizni hozir to'nglatqiga silib etdik. Endi biz yana 3-4 soat saqlashimiz kerak. Bugun biz taklif qilmoqchi bo'lgan mehmonimiz, keldimi nima? Men keldim. Voy, yaxshimi sen? Yaxshimi, Nazgul? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Yenidagi bu yoq bo'lsa, biz balki shu radiolarda ko'proq ovozni anglagan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni jamoat xavfsizlik idorasi qatnash tarmoq ATT motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rnidan Zaynura Isroil bo'ladi. Xush kelibsiz. Rahmat. Zaynurani biz davomli shu radiolarda motorli qatnash vositalari haqida xilma-xil savatlarni so'zlab berishga hamda masalalarni qanday hal qilish to'g'risida tadbirlarni ko'rsatib berishga taklif qilib kelgan. Ijildasxona programmamiz biz har soha kishilarimizning turmush va xizmat besimi shunday aldirash kunlardimi yana qanday ilmiy oziqlanayotdi, mush masalalardan ko'rmalarimizni xabardor qilish maqsadida mana soqchilarimizning vakili bo'lgan go'zal soqchi qizimiz Zaynurani taklif qildik. Qarshi olamiz Zaynura. Rahmat. Men degandek sizlar bek aldirash qo'ydayman-a? Bek aldirash. Asosga qanday xizmatlarni qilasizlar? Mening qilgan ishim hamda biz bir odam hozir 3-4 odamning ishini bir qilmizda. Masalan, idora dejurniy turmiz, kechligi har vaqt chaqirgan tayyor turishimiz kerak. Undan sirt it bayramlarda yo'lga chiqamiz. Undan sirt odatda o'zimning ish vaqti 8 soat, shu ko'znakda ishlayman. Asosan mashina ko'rman. Mashina ko'rman deganingiz qanday? Masalan, avtomobillarni nopusga oldirganda, nopusni sirtqa so'kkanda yoki bo'lmasam shu Urum shahrida o'zaro nopus yo'tkaganda mushlarning hammasida avtomobilning birligini bekitamiz biz. Shuning asosan ram nomerini tekshiramiz, motor nomerini ko'ramiz va boshqa avtomobilga aloqador hammasini tekshirib, avtomobil layoqatli bo'ldi degan holatda aniqkin nopusga ilindi. Bek muhim idora ekan bu, bek muhim xizmat ekan deb o'ylab qoldim. Chunki hozir bir oilada bir 2-3 ton avtomobil borligi bor, shundaqmi? Undaq bo'lgan ekan, mush avtomobil munosabatida xilma-xil masalalarga yo'liqqan vaqtimizda biz demak mushu organlardagi xizmatchi xodimlarga iltijo qilamiz ham bo'ladi. Maslahat so'raymiz. Bugun programmamizda lekin sizlarning mush avtomobil haqida Zaynuraning beshini og'irtishingizga ruxsat yo'q. Bugun biz Zaynura demak mushunda xizmat aldirashchiligida oilasi tomoq itamda yo'q deb taklif qilgandik. Bugun hunaringizni bir ko'rsatib qo'yamsiz. Ma'qul. Voy, ma'qul dedi. Unda bo'lsa, men bayatdan sizgacha bek isib ketib, ham bek usab ketib mushu yozda cho'kimizni yeyishga o'zim bek amrab, shunga xilma-xil mevalardan cho'kimizni tayyorlab, to'lab qo'yib qo'ydim. Endi sizning qanday mashg'ulotingiz bo'lsa, men sizga haqida deyishalayman. Programmamizni izchil qo'llab kelayotgan Xinjiang Ehson yaxshiligiga, Xinjiang Al-Nuri yezilik taraqqiyot chekish shirkatiga, Xinjiang Nazifa xalqaro sud chekish shirkatiga, Xinjiang Tabassum oila elektr saymalari chekish shirkatiga, Xushbo'y markasidagi har xil tetiklarni ta'minlaganligiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Muhit-son, tabiiy yeshillik, qo'rg'as Ehson maychilik zavodi. Germaniyaning ilg'or texnikasi, xalqarada oldin qo'rindagi may ayrish chekkilash oqma liniyasi, 36 ming kvadrat metrlik zo'r ko'rak, yurishlashgan ishlab chiqarish, kundilik 50 tonna saviyadagi avtomatik qo'chilash, yillik 12 ming tonna may chekkilash saviyasi, tabiiyligi saqlangan, sutiga, tarkibiga, quvvatiga kapolatlik qilingan yuqori sifatli, ishonchli, sog'lom mahsulot Ehson maylari. Hazır o'tiringlar. Sizlar mazalaga baqash o'tiringlar. Men kirib sizlarga tamoq qilib chiqay. Voy, uylarni ajab shuni degan. Voy, men nondalarga qochilar qaranglar, nima deganchilar? Ilohando. Tamoqlaringdan bakra qochqichidan ko'zimizga o't ko'rinib ketyapti, juma. Nereden aldin? Bo'cho, Nazifaning qochqichilari. Zamonaviy va qulay turmushning namoyandasi Nazifa. Ashxona buyumlaridagi oldin tanlashingiz Nazifa. Go'shtni ustiga qirib tayyor qilib olgan barangi qalamchisini solamiz. Undan keyin Pinni solgan o'shmanda? Ha, buni ustiga pinna yoki yumg'oq sut solamiz. Asli buni ustiga yumg'oq sut solatdik. Bugun hamda biz ta'mini boshqacharoq qilib baqaylik deb pinni ishlatdik. Ha? Undan buni ustiga tuzdan 2 qoshiq, zira, sirdan 1 qoshiq, qarmushdan 1/2 qoshiq. Bunun ustiga bu nima? Bulgur o'tmisi. Bulgurni avval quritib, anadan uvak holatga ekilamiz. Bundan haqiqatan bu alayda tamlik degan yer bor ekan, ha? Tuxum chiqib mushni yug'urimiz.
shundaqmi? Tayyorlab olgan qiymini yumloqroq, Tuxum so'ziq, shakliga tuxum shakliga qilamiz. Endi bu kalgushiningmi hammalarga aydan bo'lgandek quvvati yuqori shundaqmi? Ba'zi odamlarga misol yelkab qilishi mumkin, lekin ham bu ashniki quvvatining yuqorligidan. Undaqda Zaynura bayatni sizlab o'tgandek, asosan shu motorli qatnash vositalariga oid har qanday savollarga sizlar javob bersizlar, shundaqmi? Deymizmi xalqimizga jiq qulayliklarni olib keldinglar. Men bir qancha qatam shu radio programmalarimizda 174 degan o'xshash qatnash san'at radiolarida sizniki shu motorli qatnash vositalari ham pravlar haqida xilma-xil savollarga javob berganingizni angladim. Shu belgilarning hammani yodlab chiqamsizlar dedi. Odatda shu belgilimlar davomli yangilanib mavdu. Har yili, har oyda atag'i. Shuni cho'qim yodlab olmasak, unga to'g'ri javob bermasak, to'g'ri javob bermasak, biz bir ig'iz gap xato ketib qolsam radioda tumanlagan anglovchilarimiz anglaydi. To'g'ri. Shunda ular xato bo'lgan yo'lni ortiq bosadigan ish kelib chiqadi. To'g'ri. Shu sababli cho'qim ig'izimizdan chiqqan har bir ig'iz gapga cho'qim ega bo'lishimiz kerak. Unda hozir Zaynura, shu eng unumli ham, eng tez usuli qaysi? Shu motorli qatnash vositasi bo'lsin yoki pravlar haqida bir masalalar yo'liqqan vaqtida bevosita hal qilishga bo'ladigan usullardan qanday usullar bor? Bizningki shu motorli qatnash vositalarini yoki shu motorli qatnash vositalarini haydashga ishlatadigan prav to'g'risida masalaga yo'liqqanda jamiyatimizning o'zak so'zlar ko'payrakchu. Shu so'zlarga ishlamas kerak cho'qim. Keyin shu motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rnida ishlaydigan forma kiygan saqchilarimiz bor. Cho'qim shularni tutib, shularni so'rgan ahvol asosida aniq ish bajarsak, cho'qim unumli holda bajara olamiz. Biz bu kumlashlarni tayyor qilib olgandan keyin qozonga may quyib qizdimiz. Avval biz kumlashlarni tayyor qilib olgandan keyin to'g'rab bayatdan tayyor qilgan barangini mayda qizdib olamiz. Qizartib olamiz, ha? Bunda xususan dam olish kunlarni asosan muqim emas ekanda. Asosan yo'q deyarlik ishlayapmiz. Buyonskilar xizmatingizni qo'llamdi? Qo'llaydi. Qo'limni yo'ldoshim. Qo'limni rost kun ketdi. Hozir asosan qo'llaydi. To'g'ri. Endi avtomobillarning ko'payishiga ergashib, bexatarlik eng muhim masala bo'lib qoldi. Shunday vaqtda endi biz to'g'ri bo'lgan shu bexatarlik ko'z qarashini tiklamizsak bo'lmaydi, shundaqmi? Bu xizmatlarning yaxshi ilib berishda albatta bizning jamoat xavfsizlik idorasidagi xizmatdoshlarimiz, soqchi qarindoshlarimiz kecha-yu kunduz jabhat tartib shunday ishlayotdi. Albatta hammasi xalq uchun, to'g'rimi? Bular hozir Urumchi shahrida avtomobilning soni 88 tuman, prav egalarining soni 87 tumandan oshdi-chu. Endi mushlar hammasi endi qizil chiroqlar turib qolsaq, shundaq qaqshashlar bo'ldi. Cho'qim jarimani qo'yish majburiyatimiz yo'q-da, bizning shu yo'llar ravon bo'lsa, hamlatda hamma odam ongli qoldaydigan bo'lsa, saqchimi ketmaydi-da, bizning bundaq kunduz yurmaydi ko'chalarda. Sizlarning uy berib, samoqiyat aylanatlarlar hamra bo'lganlar boshliqmi? Asosan shu ongliqlik bo'lishini talab qildi. To'g'ri deysiz. O'zaro yo'l bersak. Xuddi endi doktorxonalarga borsaqlar, ular bizning jinimizni qiynab, endi ukol silish ularning majburiyat emas, lekin biz og'rib qoldik. Biz shularga muhtoj. Shuningcha ular endi bizning gerçi jinimiz og'irganda qilgan bilan badanimiz, lekin bizningki shu kesilimizning saqlayishiga shular turtki bo'lgan o'xshash. Sizlarga o'xshashlar bizning bexatarligimiz, yo'llarimizning ravonligi, har bir ishlarimizninki yaxshi bo'lishi uchun shu yo'llarda maylizimizdan to'g'rilar bo'lsin, issiqlar bo'lsin, saqchi qarindoshlarimizninki har vaqt xalq uchun xizmat qilayotganligini ko'rib turibmiz, shundaqmi? Har bir xizmatning o'z ushluq chapasi bo'ladi, ham uning bir majburiyati, mas'uliyati bo'ladi. Zaynuraninki mana baranglarimi pishib qoldi. Demak, bu azar qizargandan keyin asaq bo'g'dakda? Ha. Shundaq bir xil mizlik burdi. Bazı qarmaq qilam chiqib turadi desam, o'sha Yevropacha taom ekan bu, ha? Chunki endi Yevropalarda shunday barangini ko'proq iste'mol qildi. Hozir ham bizniki iste'mol saviyamizning yuqori ko'tarilishiga erishib, an'anaviy taomlarimiz, zamonaviy taomlarimiz, mushtaqa Yevropacha, g'arbcha xil-xil taomlarni birga iste'mol qilgan bo'lib ketdik. Andichu,
mayga andım şu solgan oşmandı. Endi tayyorlab olgan kumlashni solamiz. O'tni-chi buningda o'tni qanday tashlaymiz? O'tni avval ulug'roq qilib, may qizib olgandan keyin pishiramiz. Mana bu kalbish kumlashlarım tayyor bo'ldi. Taxsigina yeysan. Andın bu narsani chiroyli tuzib olgandan keyin ustiga limon suvi siqamiz. Limon odatda ayollarga go'zallashtirish rolini o'ynaydi. Uningdan sirt tamoqqa quruq siqolsa, bu tabiatda suv qo'g'aliq uchun tamoqni tanshaydi. To'g'ri. Limon suyini siqib, Squishni ostiga kerak siqib o'tganmiz, ha. Odatda oilada qaynoq suvni quyib pishirtimiz va limonni. Zukam bo'lib qolgan vaqtlarimizda limon suvi ichib olsak, yaxshi ketamiz. Mana bu saqchi qizimiz ning qo'li haqiqatan gulkan, mana guldek taomdan birini tayyor qildi. Demak, endi bugungi san programmamizda biz bayatdan ko'rmalarimizni xabardor qilganmizdek, motorli qatnash vositalari hamda pravlar haqida-mu, azir ko'pdir bo'lsa-mu, chancha iyi bo'ldinglar. Ya'ni bayatdan Zaynura askatib o'tgan 313 20 shundaqmi? Mushu telefon nomeriga telefon qilish orqali, ya'ni o'zinglarniki mushtiyatlariga xilma-xil savollaringlarga javob topsanglar bo'ldi. Uningdan boshqa hamda mayli qanchalik aldirash o'qitayli yoki besmimiz qancha ig'ir bo'lishidan qat'iy nazar yanala sog'lom yemaklik, ilmiy oziqlanishni unutib qolmayli. Mana shu bizning programmamizga ergishib, shu maqsadga yetishdimi? Esinglarda saqlashinglarni umid qilaman. Undaqda Zaynura, bu chiroyli taomga ig'iz tegsak bo'ladimi yo buni qanday qilsak bo'ladi? Ig'iz teginglar. Ig'iz teginglar. Buni hamsi qanday yeymiz? Buni yeganda kumlashni ilib, andan keyin shu yupurmog'idan ilib buni ichiga yo'g'ib yetganmizda. Bunday yesak, intan yeyishik bo'ldi. Voy rahmat. Qanam shuni bir test qilay. Limonning ta'mi ichiga kirib, texmi yeyishik bo'ldi. Siz o'zingizni deb bermi?
Programmamizni izchil qo'llab kelayotgan Xinjiang Ehson yaxshilig'iga, Xinjiang Al-Nuri yezilik taraqqiyot chekish shirkatiga, Xinjiang Nazifa xalqaro sud chekish shirkatiga, Xinjiang Tabassum oila elektr saymalari chekish shirkatiga, Xushbo'y markasidagi har xil tetiklarni ta'minlaganligiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Har bir buvoq bir baxtdir. Qanas sut parashugi tabiiy qanas yayliqlarda beqilgan kalolarning ustidan ishlangan. Ishonchlik, quvvatli bo'lib, ko'p xil mineral moddalarga to'yingan. Tamlik ham tez eriydi. Qanas 29 yildan buyon buvoqlarimizga kuyinib keldi. Bu faqat sutlar emas, balki bir parvishkor bog'on. Buningda quvvat bor, lazzatmi bor? Albatta, buvoqlarimizga bo'lgan muhabbatmi bor? Buvoqlar parvishi uchun Qanasni tanlang. Qanas sut parashugi. Odam o'tirash qadam qo'yganda o'zini texmi asrish kerak. Bu chog'da badan uzuqlik va oqsilga texmi muhtoj bo'ladi. Qanas sut javhari tabiiy qanas yayloqlarida beqilgan kalos sutida yasalgan bo'lib, hech qanday tam tashish aralashtirilmagan. Odam badanini mo'l uzuqlik va oqsil bilan ta'minlaydi. Tabiiy sut javhari shikarsiz, xotirjam iste'mol qiladi. Har qaysi yosh qatlimiga bo'libmi, o'tir yosh va yashanganlarning iste'mol qilishiga mos kelib, uzuqlik va oqsillar tabiiy bo'g'ini yaxshi. Qanas sut javhari Tala tonurup kutup cuma tonur. Sık bula lekin mushunchilik bula cuma. Mashinada tushib uyga kirguncha yolqin tog'da uchib o'tgandek qoldim zar. Muz okeanga bir pingvin o'tdi. Ha, ma'ga pul keldi cuma. Tabassum havo tang'ish kuchgan bu. Akala? Vah, nima degan rohat. Hey hey! Ha, seni pingvin qilib o'tmaysan, meni to'lnitib oqqa qilib qo'yamsan nima? Akala tizginlikni. Tabassum degan mushu. Yozda Toshqo'rg'ondan, qishda Turpanning o'zini sursa texe. Tabassum tok tejash tipidagi havo tang'ishgichlari. Aydis virusining yuqish yo'llarini bilib olgandilar. Yuqumlish xavfini zo'r darajada tövəllatgili bo'ladi. Undaqda Aydis virusi qaysi yo'llar orqali yuqadi? Jinsiy munosabatni yuqadi. Qondan yuqadi. Balaga anadan yuqadi. Hozir Abdum rayonimizdagi yuqumlanuvchilarning mutlaq ko'p qismi jinsiy munosabatni yuqumlangan. Shunga hammalar jo'rishiga sodiq bo'lganda, zardan yiroq bo'lganda, samimiy va axloqliq bo'lgandilar yuqumlanishning oldini og'ili bo'ladi. Eng yaxshi dori sog'lom yemaklikdir. Erib charchig'ingizda uyga qaytib bir qacha issiq tomoq yeyishni unutmang. O'xshagan tomoqni yeyish nima degan hozir ha? Eng yaxshi doktorxona oshxonangiz. Sog'lom yemaklik ilmiy oziqlanish bizning nishonimizdir. Qani, Echil dasxonimga marhamat qiling. Echil dasxonim programmamizning ixlosmand ko'rmalari bugungi son programmamizda biz Tumuz issiqlarda hammalar yoqtirib yeydigan cho'kimiz qaturishni o'rgandik. Yana biri hamda mana Zaynuraning yetakchiligida biz nihoyatda chiroyli, ham yeyishlik, ham ko'rkam bo'lgan alayt tamlik kalla go'shi qiymasini qanday etadiganligini o'rganib oldik. Shundaqmi? Sizning alaytdan vaqt chiqarib programmamizga qadam tashrif qilganingizga rahmat aytaman. Buniki xizmatlaringiz texnik utuqliq bo'lsin. Endi bizniki shu cho'kimiz hozir qaytib chiqishga yana ozroq vaqtdagi vaqtcha yana biz davomliqmiz sizniki ko'ngilingizga yig'izsak bo'lg'dak. Ha, buna cho'kimizni qaytib tayyorlabdi. Xil chiroyli chiqdi, ramra. Chiroyli chiqqan. Ko'rib baqaylik, qani. Demek endi biz ailemizde yaz fasllarida o'zimiz yoqtirib yeydigan mevalardan shunday xil shakldagi cho'qimlarni qatirib yeysak bo'ladi. Albatta, kichik do'stlarimiz sirasat diqqat qilinglar bo'ladi. Undaqda kelajak programmalarimizga sarfan mazmunlarni taqdim etamiz. Rahmat sizlarga. Davomli Echil dasturning programmasini qo'llab-quvvatlashingizni umid qilamiz.